Ba'zan inson hayot davomida eng muhim haqiqatni juda kech anglaydi. Yillar o'tadi, biz esa boylik ortidan yuguramiz, mansab ortidan yuguramiz, obro' ortidan yuguramiz. Ammo vaqt hech kimni kutmaydi. Bir kuni ortga qarab shunday savol beramiz: shu shoshilishlar ichida kimning qalbini og'ritdim, kimning mehrini qadrlay olmadim? Pul topiladi, uy quriladi, mashina olinadi, lekin yo'qotilgan vaqt hech qachon qaytib kelmaydi. Ota-onaning duosi, farzandning kulgisi, do'stning samimiy suhbati, oilaning issiq bag'ri dunyodagi eng katta boylik ekan. Baxt ko'p narsaga ega bo'lish emas, bor narsaning qadrini bilishdir. Hayot bizga hamma narsani bermaydi, lekin eng keraklisini allaqachon bergan bo'lishi mumkin. Mehrni asrang, yaqinlaringizni qadrlang, kech bo'lmasidan yaxshi so'z ayting, chunki umr ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Va oxirida inson nima yeganini emas, kimni sevganini, kimga yaxshilik qilganini, kimning qalbida yaxshi iz qoldirganini eslaydi. Pul topiladi, uy quriladi, mashina olinadi, lekin yo'qotilgan vaqt hech qachon qaytib kelmaydi. Ota-onaning duosi, farzandning kulgisi, do'stning samimiy suhbati, oilaning issiq bag'ri dunyodagi eng katta boylik ekan. Baxt ko'p narsaga ega bo'lish emas, bor narsaning qadrini bilishdir. Hayot bizga hamma narsani bermaydi, lekin eng keraklisini allaqachon bergan bo'lishi mumkin.